Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Hozir mana gostinitsada 305-xonaga keldik. Bu yoqda bemorimiz dam olyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Allohga shukr, yaxshi. Biopsiya olindi mana pochkadan. Biopsiya olindi. Hozircha yaxshi. Biopsiya analiz javob chiqishiga qarab, o'shanga qarab dori-darmon qilib, xudo xolasa O'zbekistonga qaytamiz. Xudo xolasa, ilohim javoblari yaxshi chiqsin. Rahmat. Operatsiya bo'lmaydigan bo'lib chiqsin javoblar. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham katta rahmat, Barno opa. Ishingizga rivoj. Rahmat kattakon, samimiy tilinglar uchun. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. O'zingiz ham sog' salomatlikda oilangiz bag'riga tezroq yetib borishlikni Allohim nasib qilsin. Ilohim bu yoqqa kelgan bemorlar hech qachon operatsiya bo'lmasin. Bemorlikni Xudoyim hech kimni boshiga solmasin. Ilohim. Mayli, xayr, salomat bo'ling. Kattakon rahmat Barno opa. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Oilaviy baxt tilayman. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, xayr.